Hammaga salom, sizlar bilan Vikojon. Men yana qaytdim. Bu mening ikkinchi emas, uchinchi videom. Bu videoda biz nima qilamiz? Bu videoda men ukam bilan shunchaki mazza qilib survival qilamiz. Birga kuchayamiz, birga sayohat qilamiz. Xullas shunaqa. Unda videoni boshlashimdan oldin siz kanalga obuna va like tugmasini bosib qo'ying. Bo'lmasa shunga o'xshagan qiziqarli videolarni chiqara olmay qolishim mumkin. Oka, qani unda bitta parkurchadan bo'lsin qani. O'zimizni parkurga yetadigani yo'q-da. Davay. Parkurda uncha yo'qman-da. Lekin meni boshqa Minecraft'da do'stlarim juda zo'r o'ynaydi parkurni. Ayniqsa Akrom. Xullas mana bu jiyancha o'ynar ekan. Ana, davay. Bu jiyancha parkur o'rganibdi-ku. Jiyancha. Yo'q. Mayli. Parkurdan boshlab oldik. Endi esa mana bu yerdagi, mana bu musorlarni olor. Uka, mana bu musorlarni olor. Olor. Ha, ol. Men daraxt chopaman. Daraxt chopish kerak. Bu o'xshamadi lekin. Bunisi o'xshamadi. Xo'p. Unda biz har kim Minecraftga kirganda qiladigan ishi bu daraxt chopish. Chunki dastlabki kuchayishda daraxt juda katta o'rinni egallaydi. Xo'p, boshladik endi. Davay. Sen gapirma, gapirishga haqqing yo'q sening. Yaramas. Xo'p. Skinga nechi? Og'alar skinga nechi? Xo'sh. Tayoq yasadik. Tun tushmoqda. Bizi tunni ketkazmaydi. Xo'sh. Nimaga omadsizmi? Mayli. Bo'ldi. Mana shu yerda yashinib tursak ham bo'ladi, do'stlar. Xo'sh, obunachilar. Qanaqa obunachilar? Bizda hali uncha ko'p auditoriya yo'q. Obunachilar deb bo'lmaydi. Lekin siz obuna bo'lsangiz, albatta bizning auditoriyamiz ko'tariladi va shunda videolarimiz soni ham ko'payadi. Manfaatli videolar, manfaatli Minecraft videolar ko'rishingiz mumkin. Tomi tiyishga ekan-ku. Bo'ldi, yopdik. Hozir bu creeper kelib qolsa tepadan atom bombadek portlaydi o'zi. Hop, xullas. Do'stlar, sizlarni zeriktirmagan holda yana bir ikkita gaplar gapirib o'tiraman. Mana bu yerda ukam pastga tushyapti, tepaga. Eng tepasiga yog'och blogidan keyin pastiga bo'lmasa men ham qazib o'ray. Men ham shu yerdan qazib tashlayman. Nima, ukam odam emasmi? Nima pul? Davay, tashlayman.
Davay. 1 2 1 2 olg'a. Yaxshi. Birinchi toshing? Meni 10 ta toshim bo'ldi. Yuraver. Birinchi toshim deb. Xullas, obunachilar, ukam Minecraft endi o'ynashni boshladi. Hali sal nima desa bo'ladi. Hali botiroqda. Gapirishni ham bilmaydi uncha. O'zicha Toshkent Shivani yoqib o'ynayman men deydi. Mayli. Ogala. Bo'ldi. Davay. Mana shu yerda polni olib chiqamiz. Keyin sirazi bu yerdan ketamiz qayiqchani yasab. To'g'rimi aka? To'g'rimi deyapman? Menga nima hozir? Xullas, shunaqa. Obunachilar, zerikib qolgan bo'lsanglar uzr. Men hali YouTube'da yangiman. Uncha gapira olmayman ham. Lekin meni borimcha qabul qiladigan obunachilar kerak menga. Va shunaqa oddiy mazza qilib o'ynab o'tiradigan do'stlar ham. Bu gaplar oddiy eshitilishi mumkin, lekin men uchun bu juda zo'r gaplar. Mana bu hozir o'lib ketadi, chort. Xo'p. Yo'q. Sen uchun eshigim har doim yopiq. Yo'q, ochmayman. O'zingni o'ldirganing bilan nima foyda? Men nima uchun ochaman? Kel. Xullas, hozirgina ukamni hayotini qutqarib qoldim. Mana yo'g'irchani turishiga baho beringlar. Mana ustidagi futbolkani mendan o'g'irlagan. Men uzun marketdan zakaz qilgandim buni. Plus mendan o'g'irlagan. Meni urma. Ursang qara lekin. Bilasana, men cheat bitlarni o'rnatishni bilaman. Cheat o'rnatsam, o'lib ketasan. Yerda ostida nima deb o'ylagan? Yerda ostida nima kutganing? Hech nima ko'rinmaydi. Do'stlar, bu videoni keyingi, ya'ni ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz, like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Va biz mana bu g'orga uy quramiz. Mana shu joyni tekis qilib olamiz, dumaloq shaklda qilib va shu yerga uy quramiz ukam bilan. Agar siz obuna bo'lsangiz va like bosib, kommentda uy quringlar yoki uy qur deb yozib keting. Va shunda biz bu uyni qurib, bitkazib sizlarga ko'rsatamiz, obunachilar. Xo'p. Xullas, shunaqa gaplar. Shuning uchun tezda like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Chunki videoyimiz ko'proq chiqishi uchun, ko'proq ko'rilishi uchun sizning bu narsalaringiz biz uchun muhim. Biz ijodni yangitdan boshladik. Shuning uchun ham bu narsalar bizga muhim. Xullas, sizga mana shu rubrika yoqqan bo'lsa, mana shunaqa qilib, to'g'ri ozgina zerikarli bo'lsa ham, kimdirlargadir noodatiy usuldagi Minecraft videolar yoqishi mumkin. Ayrimlarga esa yo'q, menga ideal kerak deydiganlarga esa yo'q. Xullas, shunaqa gaplar. Bo'lmasam, biz videoni to'xtatamiz. Xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling do'stlar.